Assalomu alaykum do'stlar, talabaning blogiga xush kelibsiz. Ushbu videoda men sizlarga abituriyentlar amal qilish kerak bo'lgan top 5 maslahatni berib o'taman. Demak, boshladik. Birinchisi, shoshilmang. Bilamizki, ko'pchilik abituriyentlarimiz test imtihoniga kirganda o'sha yerdagi muhit yangiligidan yoki bo'lmasam yonidagi insonlar notanishligidan shoshqaloqlikka va hayajonga beriladi. Ammo shoshqaloqlik va hayajon abituriyentning eng katta dushmani. Birinchi o'rinda o'zingizni bosib oling, chuqur-chuqur nafas olib, so'ngra testni ishlashga kirishing. Ikkinchidan, noto'g'ri javoblarni qidiring. Bu nima degani? Abituriyentlar ko'pincha testni ishlashning noto'g'ri yo'lidan foydalanishadi. Ya'ni bizda bitta to'g'ri variant, 3 ta noto'g'ri variant berilgan bo'lsa, biz birinchi to'g'ri javobni qidiramiz. Ammo bu usul xato hisoblanadi. Biz testni ishlashni avval noto'g'ri javoblarni qidirishdan boshlashimiz kerak. Va 3 ta noto'g'ri javobni topib, ular noto'g'riligini to'liq isbotlaganimizdan so'ng 4-javobimiz aniq to'g'ri variant bo'ladi. Siz ushbu usuldan foydalanganingizda taxminan agar testni 60-70% ishlayotgan bo'lsangiz, sizni ishlash ko'rsatkichingiz 20-30% ga oshadi. Sababi siz ayrim test materiallarida chalg'ib qolib, shoshgan holatda noto'g'ri javobni olib ketasiz, to'g'ri javob deb. Bu usuldan foydalanganingizda esa shunaqa tuzoqlarga tushib qolmaysiz. Uchinchidan, notanish so'z yoki jumla. Bu nima degani? Biz ingliz tilidan testlarni ishlayotgan paytimizda ko'pincha bizga notanish so'z yoki jumla kelib chiqsa, biz ushbu variantni birdaniga noto'g'ri javoblar sirasiga qo'shib qo'yamiz va shuni yonida xuddi to'g'ri javobga o'xshab oson so'zlar bilan berilgan variantni olib ketamiz. Ammo bu uslub ham juda ham xato hisoblanadi. Ko'pincha chunki test materiallarida bizga nisbatan notanish so'z yoki jumla berilgan yoki bo'lmasam tarjimasi chiqishi qiyin bo'lgan javob variantimiz to'g'ri javob hisobida beriladi. Ushbu testlarda asosan 70-80% bo'ladigan ushbu testlarda to'g'ri javob notanish so'z yoki jumla qatnashgan test variantida beriladi. Chunki test tuzuvchilar, test o'qituvchilar abituriyentni chalg'itishni xohlashadi. 4-maslahatimiz bu testlarning demak reading, ya'ni matnli qismiga oid. Bunda ko'pchilik abituriyentlar noto'g'ri strategiyadan foydalanishadi. Ya'ni birinchi bo'lib matnni o'qib chiqib, keyin savollar va javoblarga ko'z yuritishadi. Bu juda ham katta xato. Bunda birinchidan siz vaqt yo'qotasiz hamda demak adashish holatlari ham juda ham ko'p bo'ladi. Eng oson yo'li tekstlarni, ya'ni matnli testlarni ishlashning eng oson yo'li. Birinchi, bitta savolni o'qib olamiz va uning 4 ta variantini yaxshilab tahlil qilib, variantlarda nima deyilganligini eslab qolib, keyin matndan ushbu savolga oid bo'lgan qismni qidiramiz. Bunda siz birinchidan vaqtdan yutasiz, ikkinchidan matndan o'zingizga kerakli bo'lgan qismni tez va oson topib olasiz. Eng oxirgi so'nggi maslahatimiz bu savollarga e'tiborli bo'lish. Ko'pchilik abituriyentlarimiz test davomida, misol uchun 2 yillab, 3 yillab tayyorlanganlarida testlardan qaysidir ma'noda zerikishadi yoki zada bo'lishadi. Shunda shoshqaloqlik qilib ko'pincha ingliz tilidagi testlarda savollarga ko'pincha biz e'tibor bermaymiz. Ammo bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki ayrim shunaqa testlarimiz borki, bizni aynan savol orqali yoki bo'lmasam savolda berilgan jumla orqali chalg'itishadi. Shuning uchun ham abituriyentlar birinchi navbatda savol qanchalik qisqa yoki oddiy bo'lishidan qat'iy nazar savolga ham javoblar bilan teng tarzda e'tiborli bo'lishlari kerak. Chunki savolda berilgan qism ham to'g'ri javobni topishda ayrim testlarimizda juda ham katta rol o'ynaydi. Yoki ayrim testlar borki, shunaqa asosiy javob o'sha savolda berilgan parcha orqali chiqadi. Qolgan javoblarimiz bir-biriga bir xil bo'ladi-yu, faqat shu savolda berilgan parcha orqali to'g'ri javobimiz farqlanib turadi. Maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va yangi abituriyentlar uchun qiziqarli bo'lgan yoki bo'lmasam qandaydir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang.